qanday chiqadi endi ya? Aya bunga duosini o'qib chiqish kerak. Qarang. Tavba qildim, tavba qildim, tavba qildim, tavba qildim, tavba qildim. Ha, beparasatlar bunga oyoqni chesib chiqardi qo. Tavba qildim, Tavba qildim, tavba qildim, tavba qildim. Aya, sekin tavba qiling. Tavba qildim. Qach. Bu narsalar yetimmi deyman, hech kim pulini so'ramayapti. Hech kim pul so'ramayapti, boshim yevro. Voy, otangni uyi, bu qarzinka, bu kassasi bor. Aya meniki hisob ketdi. Qisib tur. Qizim, shularni hisoblab yuboring. 10 ta shokolad yettiring. Manikidan hisoblayim, bitta olmay edim. Ana bitta olmay edim, bitta olmay edim, chestniman. Aya bu katta-ku. Ha, hech nima qilmaydi. Zato 3-4 yil kiyasan. Men senga boshqa kurtka olib bermayman, bachcha. Aya meniki hisob ketdi. Qisib tur. Ayajon, Ha, jannat onalar oyog'i ostida deyishadi. nima demoqchisan? Bitta oyoqchamga tuflicha olib bering. Bitirjig'on. Men nima qilay qisib turaveraymi? Qisib tur dedim men senga. Bor 500 so'm turadi.